Umraga borganimda kerakli narsalar olmaganim uchun rosa qiynalganman. Shuning uchun sizlar qiynalmasliklaring uchun kerakli narsalar olishda bir boshdan sizlarga aytib o'tamiz. Juda ko'pchilikdan so'rash hojati yo'q. Shu video orqali nima narsa olsangiz bo'ladi deganlarga bemalol ko'rsalaring. Bir boshdan ma'lumotlar berib o'tamiz va umra safariga tayyorgarlik qilayotgan aka-ukalarimiz uchun bemalol shu videoni ko'rib narsalarning tayyorgarliklarini qilib olsalaring bo'ladi. Assalomu alaykum. Mahmudjon, sizsiz? Rahmat. O'yizdan borgansiz, biz ham ikki marta borganmiz. Endi o'sha bormoqchi bo'lganlar qiynalmaslik uchun nima narsalar olish kerak bo'ladi? Assalomu alaykum, Ravshanbek akam obunachilari. Xudo xolasa. Xo'p, Hoji aka, birinchi o'rinda biz ehrom masalasiga to'xtalsak, inshaalloh ehrom olinadi aka. Bu o'sha tayyor holatda turadi va kamari inshaalloh kamarni ham qo'shib olsalaring yaxshi bo'ladi hoji ota, hoji onalarimizga. Endi ehromni o'rashlikni betda bas, ya'niki Saudiyaga borganlaringda 50 boshlarimiz Madina Munavvarada sizlarga ehromni odobi, o'rashi, qonun qoidalari barchasi bo'yicha ma'lumot berishadi va aziz yurtdoshlarimizga bitta narsani aytib o'tamizki, 50 boshlarimiz aytgan narsalarni 10 da bajaringlar. U vali e'tiborga olmay boshqa qilsa qo'y vojib bo'lib qoladi. Qariyb hozirgi kunda 200, 300, 350 dollargacha rasxod ketyapti. Shtraf qilinsa. Qonun qoidalarni buzib qo'yishsa. Qonun qoidalarini buzib qo'yishsa. Mana birinchi o'rinda ehrom bu erkaklar oladi. Xo'p, buni ham iloji boricha o'sha yaxshisidan olsalaring tellatmaydigani bor. Hatto qiynalmaysizlar. Albatta o'rashni o'rgatishadi. Buni qo'yib qo'yamiz. Juda qimmat emas. Adashmasam 150 ming, 200 ming atrofida bo'ladi. Xo'p, undan tashqari birinchi o'rinda oyoq kiyim. Hatto qiynalib qolmaslik uchun orada ko'p yurishadi, ibodat qilganda qanaqa yumshoq oyoq kiyim olishlari kerak? Xo'p, endi bu ibodatga chiqqanlaringda, misol uchun kimdir mana shunaqa tapchikada yurish qulay bo'lsa, mana shunaqangi tapchikalar bu Saudiyada ham sotadi yoki-da o'zimizdan ham olsalaring bo'ladi, lekin bitta narsa umra qilayotganlaringda mana bu oyoqlaringni beti ochiq turadigan slansi kiyishlaring kerak. Boshqa payt tapchika kiymoqchi bo'lsalaring, aynan mana shunaqangi tapchikalarimiz bo'laveradi. Endi misol hoji aka o'zingizdan borgansiz, mana Uhud tog'iga chiqishadi. Misol yana boshqa tog'larga, yana boshqa joylarga ziyoratga chiqishadi. Aynan shunaqa ziyoratlarga chiqishganda mana shunaqangi skitcherslar tavsiya qilib qolamiz. Aynan mana shunaqangi skitcherslar bilan bemalol qulay, yurishlari oson bo'ladi. Tapchikada ham misol orqasi qadalmagani uchun qiyinchilik bo'lib qoladi. O'shaning uchun aynan mana shunaqangi skitchersdan ham olishlaringni biz tavsiya qilib qolamiz. Mahmudjon, mana hozir aytyapmiz-ku, juda ko'pchilik qiziqib turgan hoji otalar bo'lsa, shu firmadan ketaman deganlarga aytib o'tsak, litsenziyalar bor, bexijolat. Eng yaxshi tomonlar qo'ldan pul olinmaydi, bankka, shot raqamga to'lanadi. Shu tomoni bor. Keyin undan tashqari gilamning kassasiga kelib to'lov qilsalar ham bo'ladi. Shu firmadan juda ko'pchilik boryapti va ishonchli bo'lib yoqyapti. Undan oldingi videolarimizdan ham ko'rib juda ko'pchilik rahmat aytyapti. Nimaga? Hamma sharoitlari yaxshi ekan, aytilgan narsalar bo'lyapti deyishyapti. Bormoqchi bo'lganlarga hozir narxlarni ham aytib o'tamiz. Videoda oxirigacha ko'rsalaring bo'ldi. Mahmudjon, endi yana oq ustuvosh olish kerak deyshadi. Nima sababdan oq ustuvosh olinadi? Endi baribir oq boshqacha chiroyli. Keyin issiqligini hisobiga, hisobidan ham to'q rangli kiyimlarni tavsiya qilmaymiz. Mana shunaqangi ridoni men tavsiya qilgan bo'lardim. Albatta olishliklarini, chunki juda ham havo zo'r o'tkazadi hamda har qanday nimaga juda ham chiroyli yarashib belda yopib turadi. Namoz o'qiyotganda albatta uzun bo'ladi. Mana shunaqangi holatda bo'lishligi kerak. Belda yopib turishligi. Bundan misol uchun buni men shaxsan o'zim dadamga olib berganman. Dadamning narsalari mana bir komplekt oqidan olingan hamda aka bir komplekt mana bunaqa svetidan bor. Men bunaqa svetidan ham olib berganman. Mana bu ham xuddi shunaqa namoz o'qiyotganda belda yoqib turadi. Iloji bo'lsa mana bu bunaqa pistonli aka. Misol bundan ham olishliklarini tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Ikkita bundan olishsa, keyin e'tibor bo'lishadi. G'ijim ushamaydigan olishliklarini tavsiya qilamiz. Undan keyin misol men o'zim odatiy ketadigan bo'lsam, aka Lion material mana bu juda ham anaqa setka material bo'ladi. Havoni zo'r o'tkazadi. Ibodatga ham qiynalishmaydi. Ibodatga ham qiynalishmaydi. Xuddi shu materialni shimi hamda ko'ylagidan men o'zim borsam olaman deb olib qo'yganman. Bundan tashqari aka, albatta yosh katta hojona, hojotalarimiz jo'natyapti. Aynan mana shunaqangi durralarni ikkita olib olishliklarini tavsiya qilamiz va mana bunaqangi oq paypoq, oq mayka, yana shu qator narsalarni olishliklarini tavsiya qilamiz.
keyin Mahmudjon eng kerakli narsa, hatto misol bir xil joylarga kirsangiz issiqroq, bir xil joylarga kirsangiz sovuqroq bo'ladi plitkalar. Keyin undan tashqari juda ko'pchilik borgandan keyin kasal bo'lib keladi-yu, misol biz borgan o'zimiz ham kasal bo'lib qolganmiz, qolganlar ham. Xo'p, jay namozda afzalligi, misol o'qiyotganingizda plitkada muzday bo'lmaydi peshaningiz, undan tashqari avtobuslarga chiqadigan bo'lsangiz, rosa ham muzday bo'ladi. Mashq holatda yopib oladigan bo'lsangiz, yelkangizdan urib qo'ymaydi. Shuning uchun ham kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa jay namozda doim solib yurishgani yaxshi. Endi joy namozni betdan olib ketsa ham bo'ladi yoki-da bizni gasnitsalarimizga borsa, gasnitsalarimizda ham bor. Yana bitta narsa haqida ma'lumot beray, Ravshanbek hoji aka. Xudo xolasa, yoshi katta hojona, hoji otalarimizni umra safariga jo'natyapsizlarmi? Aziz farzandlar, chamadonlarini tayyor qildilaringmi? Qo'shimchasiga o'zlari yeydigan misol aka yong'oq, keshup, pista, bodam, mayiz, yaxshi yeydigan nonlardan kesib solib qo'yishliklarini hamda 1 kilogramm laqim go'shtni tushunka qilib pishirib solib berishliklarini. Chunki misol aka Madinadan Makkagacha 6 soatdan 8 soatgacha yo'l yurishadi. Ana shunaqangi paytda to'xtab ovqat olaylik desa, ovqatlari mana shu telefonda. Men misol uchun Saudiyaga borib ko'p nima qilganman. Ko'chada taomlarim bilan tanishib chiqqanman. Ana shunaqa payt juda ham bir yaxshi bo'ladi. Mana mashinada yurganda, avtobusda yurganda nima bo'ladiganlar bo'lsa, qurutlar, shunaqa narsalarni sovib olishlarini tavsiya qilamiz. Keyin eng asosiysi, doim kasali bor aka-uka, opa-singillarimiz, hoji-onalarimiz o'zlarining kerakli dorilarni olsalaring, qiyin bo'lmaydi. Hatto doktorlar bo'ladi o'zi. Xudo xolasa, doktorlardan muammo yo'q. Madinada bo'lmaydi, Makka mukarramada bo'ladi. Hamda biz tomonidan taqdim etiladigan narsalar aka, inshaalloh bejik beriladi har bitta xodimga aka. Bundan tashqari maxsus samolyotda va shu bo'yinga taqib uxlab ketish uchun yostiqcha bular ham keyin Centrum Holiday sumkalari hamda kamzilini sizlarga taqdim qilamiz. Inshaalloh Xudo xolasa sizlarga juda ham chiroyli sharoit qilganmiz bu masalada ham aka. Inshaalloh bizdan ketmoqchi bo'lgan ziyoratchilarimiz bir mukammal umra qilib kelishadi. Mahmudjon hozir kerakli ma'lumotlar aytyapmiz. Xo'p, undan tashqari endi reyslarimizni aytib o'tsak, bormoqchi bo'lganlarga qaysi kunlarga reyslarimiz bor? Xo'p, aka 29 to'ldi, 30 Farg'ona, 30 Namangan, 29 Toshkent bor. 30 Namangan reysimizni $875 dan siz obunachilaringizga qilib beramiz. $875. Bu bunaqasi bo'lmagan. Endi ba'zida nima qimmat, ba'zida arzon chiqyapti deganlarga asosiy mehmonxonalar bu biletlar narxiga qarab o'zgarib boraveradi. Asosiy betda bular xodim, o'sha narx chiqarib berishadi, o'sha narxda sotishadi. Shunga ham e'tibor berasizlar. Keyin biz obunachilarga Mahmudjon 5 kishi, 10 kishi kelsa chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa chegirmasini qilib beramiz. Mana 30 Farg'ona bor. Buni narxini 895, keyin 29 Toshkent Madina bor. Buni ham narxini 895. Endi dekabr oyini ham bir tanishtirib o'tsam nima deysiz aka? Xudo xolasa. Xo'p, dekabr oyida Namangan Jidda dekabrda boshidagi reysimizning narxini $950 qilib beramiz. Birinchi Farg'ona Madina bor. Undan keyin 6 Farg'ona Madina yo'nalishida reyslarimiz bor. Bularning narxini $995 qilib beramiz. Endi 3-dekabrga Andijon Jidda bor. Buni ham narxini $975 dan qilib beramiz. Endi Namangan Jidda 5-da, 6-da Farg'ona Jidda, 7-da Farg'ona Jidda, 8-da Namangan Jidda, 12-da Farg'ona Jidda yo'nalishidagi reyslarimiz bor. Bularda hammasini siz obunachilaringizga $975 dan qilib chegirma qilib beramiz. Juda ham chiroyli narxlar, qattan bo'lsa ham pul topib boradigani. Xo'p, endi Mahmudjon 12 ta viloyatga onlayn xizmat bor. Onlayn deganda bitta zagnam pasport tashashadi. Misol vodiy bo'ylab bo'ladigan bo'lsa, sizga Farg'ona, Andijon yo bo'lmasam qaysi joy udobniy bo'ladigan bo'lsa, o'sha joydan uchaveradi. Endi Toshkentlik aka-uka va Vohadagi aka-ukalarimizga bo'ladigan bo'lsa, Toshkentdan qilib berilaveradi. Asosiy sizga Telegramdan yozib, telefon qilib qaysi kunligini aytishadigan bo'lsa, o'sha kunga to'g'rilab, keyin zagnamni tashlashab bo'ldi. Aeroportda o'zlaring ko'rishib, bejiylar hamma yoqda beriladi. Mana Toshkentdan ham Toshkent Jidda, Toshkent Madina dekabr oyining 1-10 kunligiga Toshkent Jidda 975, Toshkent Madina $995 aka. Endi bizga bemalol
bemalol ishonch bildirsalaring bo'ladi. Mana shuncha ziyoratchilarimiz borishyapti. Men sizga kadrlar tashlab beraman aka, shularni ham mana ekranga qo'ydingiz aka. Xudo xolasa Tojikistondan bizni kuzatayotgan obunachilaringiz uchun bizga aloqaga chiqinglar. 5 kishidan ziyod bo'lsalaring, misol narxidan chegirma qilib bera olmasa ham O'zbekistonga kelib 1 kunlik gostitsiyalarini biz to'lab beramiz. Endi u ham Xannada to'g'rimi shu hojilarimizga? Aka, misol charchab kelishadi, yana samolyotda uchib, yana ag'iga yurishmaydi. 1 kun damda olib, sveji bo'lib, ertalab zavtriklarni qilib, kuch-quvvatga to'lib aeroportga chiqishadi. Xudo xolasa 1 kunlik gostitsiya to'lovlari biz to'lab beramiz. 5 kishidan yuqori bo'lsa, aloqaga chiqsin, juda ham chiroyli sharoitlarimiz aka. Noyabr oyiga ziyoratchilarimizga bonus tariqasida Toyif bor edi. Endi dekabr oyiga Toyifni o'rniga aka bizda Hiro g'ori muzeyiga sayohat qo'yiladi dekabr oyida. Aha, endi misol Saudiyada o'sha ko'rmagan joylar borib ko'rib, ma'lumotlarga ega bo'lib kelishadi shu tomonda. Xudo xolasa. Endi bu qo'shni davlatdagi aka-ukalarimiz hammasiga xudo xolasa xizmatlar bor. Tojikiston, Qirg'izistonda aka-ukalarimizga ham chiroyli qilib berasiz. Qayerdan bo'lsa aloqaga chiqsangiz bo'ldi. Musofirda yaxshi niyatda ishlab yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, birinchi o'rinda ota-onasini xursand qilishlik, oilasini xursand qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz uchun to'lovlarni qilasizlar. Shot raqamlar bor. Chiroyli holatda sertifikat, gullar bilan bitta esdalik qilib ham qilib berilaveradi. Xudo xolasa. Biz rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays, aynan biz turgan joy ham Centrum Holidaysni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahri Mustaqillik ko'chasi 692-uydan syomka qilib ko'rsatyapmiz. Ya'niki umra safariga ketayotganlar aka mana syomkasini qayerda qilyapti, kim o'zi u odam, misol shart-sharoitlari qanaqa degan narsalarga e'tibor qilishlari kerak. Mana dadam borib keldilar aka, dadamga biz aytdik shu sharoitlar rostmi degan maqsadda so'raganimizda dadam ovqatdan muammo yo'q, gostinitsiyalar to'g'ri, hammasi to'g'ri, mana men borib ko'rib keldim dedilar. Xudo xolasa biz o'shaning uchun qo'rqmay va'da beramiz. Nasib bo'ladigan bo'lsa, biz ham tez kunlarda borish harakatidamiz, niyatdamiz. Endi qachon nasib qilgan bo'lsa, shart-sharoitlarda beta turib olib gapiryapsan, aka borib ham video chiqarganlarga serial qilib kunlik-kunligini chiqarib beramiz. Qana ma'noda o'sha mehmonxonalar, ovqatlar, ziyoratlar hammasini imkon qadar harakat qilamiz. Shu videomizni ko'pchilikka jo'natib qo'yadigan bo'lsangiz manfaatli bo'ladi va foydali litsenziyali firmadan borishgan bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat.